Кел, сәғат алғарда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Dostlar, dersimizni başlayız. Siz hazırmı? Biz bugün geometrik figuralar bilen tanışamiz. Hem o'qiymiz. Qo'ysiniz. Haydi, sen Samira başla. To'garak, oval, kvadrat, Üçbucak, romb, to'rtbucaklik. Buldirdingiz. O'quvimizni davom etamiz. Samira, sening shirat. kalem, minder. Samira, bu predmetlar nenda geometrik figurani hatırlata? Aytali. Kvadratni hatırlata. Durust. Dilara, sen davom etasan. To'p, Qarbiz, saat. Leyla, bu predmetlar to'garakka o'xshagan. Durust Dilara. Buldirasan. Samira, sening shirat. Shirshi, raketa. Leyla, men bilan. Uchbuchmakka o'xshaganlar. Kitob, shkaf, suvutqich. To'rtbuchaklik endi. Yumurta, limon, toshbaqa. Bu predmetlar ovalni hatırlata. Buldirdingiz qizlar. Do'stlar, siz bu geometrik figuralarni esda qoldirdingizmi? Hozir tekshirib qaraymiz. To'garak, oval, kvadrat, uchbuchak, romb, to'rtbuchaklik. Qizlar, siz esingizda qoldirdingizmi ekan? Sizni da tekshirib qarayman. Agar men ko'rsatgan geometrik figuralarning pushmoqlari bo'lsa, siz pushmoqlar ko'rsatasiz. To'garak, Pushmoqlari yo'q. oval, kvadrat, to'garak, romb, oval, to'rtbuchaklik. Qizlar, buldirdingiz. Borisini da esingizda qoldirgansiz. Öğrenik tatar telin, haydi. Do'stlar, sizning bilan tag'in bir qat qabatlaymiz. To'garak, oval, kvadrat, uchbuchak, romb, to'rtbuchaklik. Do'stlar, darsimiz tamom. Tug'an tilimizni yaratig'iz. Sog' bo'linglar! Kel, сәғат алғарда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе.